Har bitta xizmat sizga 50 ming so'mdan to'g'ri keladi. 37-xatda bor bunaqa narx. Blackcraft tuning servisimizga atigi 200 ming so'm bilan kelib, mashinalarga nimalar qildirib ketsanglar bo'ladi. Misol uchun siz oddiy Cobalt mashinasi va bizning ishxonamizga kelsanglar, birinchi bu mashinangizni diagnostika qilib boramiz. Qanaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, hammasi bartaraf qilib beramiz. Olasiz injektor zaslonkangizni tozalab, коробка motoringizga programma yozib beramiz. Yoki injektor zaslonkangiz toza bo'lib chiqadigan bo'lsa, коробка motoriga programma kerak bo'lmaydigan bo'lsa, biz o'sha xizmat o'rniga boshqa xizmat, ya'ni tablongizga o'zi zavodskiy sudachiklarni yozib beramiz yoki u zavodskiy pultda avtozavoddash xizmatlarni ham shu narxga yozib beramiz. Bu videoni ko'rgandan keyin boshqa programmangiz okalarga tashlab yoki telefon qilib, nima senda qimmat, mana bu videoda arzon etilgan-ku deb so'rab o'tirmanglar, iltimos. Chunki menga har kuni telefon qilib, "Ne bunaqa video qo'yding, arzon qilib qo'yding" deb so'rashyapti. Kommentariyada ko'rsanglar, o'z negativ yozganlarning 90% programmangiz okalarimiz bo'lishadi. Sizlarga ham o'sha gap rizq Alloh beradi. Okalar hech qachon men sizlarning klientlarni o'g'irlab yoki boshqa g'araz niyatim yo'q. Men faqat o'sha xalqqa yordam berish uchun, men qishda ko'pchilik o'zi hammadan pul qochgan bo'ladi. O'shanga Alloh qodir qilgani uchun men shunaqa skidga qilyapman. Xohlasam o'zingizlar bilasizlar, tekinga qilib qo'yishim ham mumkin bu narsani. Bizning manzilimiz Sergeli tuman Indeks bozorida joylashgan. S01 blok, shunday yo'lning yuzida. Obod bilmaydigan bo'lsanglar, profilga o'tsanglar, bioda shunday Telegram kanalim shapkasi turibdi. Shunda kirsanglar, o'sha yerga lokatsiyani tashlab qo'yganman. Yana batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerga shunday aloqaga chiqsanglar, bemalol batafsil ma'lumot berib tushuntirib o'tamiz. Hammanglarni kutamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.